Nima uchun? Aynan yaqinlarimiz orqali bizga sinovlar keladi. Eng birinchi ota-onamiz, aka-uka, opa-singillarimiz orqali biz anglashimiz kerak bo'lgan darsni o'tmaganimiz uchun, tushunmaganimiz uchun keyinchalik bu erimiz, qaynotamiz orqali bu dars beriladi. Shunda ham tushunmasak, keyinchalik farzandlar, nabiralar orqali inson qiynaladi. Toki bu darsni tushunib, o'zimizda o'zgartirishimiz kerak bo'lgan qismimizni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Hayotimizdagi har bir inson, ayniqsa eng yaqinlarimiz, ota-onamiz, turmush o'rtog'imiz, qaynotamiz, farzandlarimiz biz uchun o'ziga mos, o'ziga xos ma'naviy ko'zgu hisoblanadi. Ulardan kelayotgan aziyat, qandaydir munosabatni biz aziyat deb qabul qilganimiz aslida qalbimizning rivojlanishi uchun berilgan dars. Ko'pincha biz diqqatimizni faqat boshqalarga, ularning xizmatiga qaratib, o'zligimizni unutib qo'yamiz. Atrofdagi bosim bizga to'xta, o'zingga qara, o'z chegaralaringni aniqla degan signalni bizga beradi. Inson komfort zonasida, qulaylikda o'smaydi. Qachonki vaziyat bizni qisishni boshlaganda, bizga qandaydir qiyinchilik kelganda, biz chorasizlikdan yangi yechimlar qidira boshlaymiz. Kitob o'qiymiz, bilim olamiz va ruhan kuchliroq shaxsga aylanamiz. Biz qiyinchilik deb hisoblayotgan har bir vaziyat bizni eski dasturlardan xalos bo'lishimiz uchun berilayotgan darslik hisoblanadi. Yaqinlarimiz bizdagi yashirin qo'rquvlar, aybdorlik hissi yoki qurbon obrazidan chiqishimiz uchun tok vazifasini o'tab berishadi. Ularni qattiqqo'lligi bizni irodali bo'lishga o'rgatadi. Aslida mehrning asl ma'nosi ba'zida qiyinchiliklar orqali sabrni, kechirishni, eng muhimi shartsiz sevishni o'rganamiz. Nimaga men bilan bunday bo'lyapti deb emas, bu vaziyat menga nimani o'rgatyapti deb savol berish azobdan uyg'onishga o'tishni birinchi qadami. Siz o'zgarganingizda atrofingizdagi ko'zgular ham o'z-o'zidan boshqacha aks eta boshlaydi. Ko'zguga qaraganingizda o'zgargan o'zingizni ko'rasiz. Aynan shu ko'zgudagi o'zgargan o'zingiz aslida bu atrofingizdagi insonlardir. Dunyoga bizni o'zgarishimiz, eski qolipda qolmasligimiz kerak. O'zgarishimiz uchun bu vaziyatlar beriladi. Endi o'ylang, xulosa qiling. Agar hammasi yaxshi bo'lsa, hamma munosabatlar chiroyli bo'lsa, hamma sizga yaxshilik qilib turgan bo'lsa, umuman qiyinchilik yo'q bo'lsa, siz o'zgarasizmi? Kitob o'qiysizmi? O'zingizdagi qaysidir hissiyot ustida ishlaysizmi? O'zingizda qaysidir qismingizni to'g'irlashga urinasizmi? O'zingizga, o'zligingizga, ichingizdagi kechinmalarga, nimani his qilayotganingizga qaramaysiz. Bu o'zimizga qaratish. Agar biz o'zimizga qarasak, o'zimiz tomon yugursak, bizga hech qachon bunday qiyin vaziyatlar berilmagan bo'lardi. Biz o'zimizdan uzoqda bo'lganimiz uchun